Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. İslam dünyasida hozir musulmonlarni qaymoqtirayotgan va ularningki islomiy aqidasini titritishga va uni shak qilishga elib berayotgan bir guruh bordi. Ular o'zini Qur'onchilar deb ataydi. Qur'onchilar hamda şu Türk dünyasida olsun, Arab dünyasida olsun, xili uzun vaqtdan beri atılıb kelgan bir atalğı Qur'onchilar deb. Yani Qur'onchilar degan qandaq kishilar desa, Qur'onchilar Qur'on bizga yetarlik, hadisga ehtiyojimiz yo'q deydigan kishilar. Ular hadisni inkor qilib, Qur'on Kerimni hadisdan ayirib qo'yib, ondan o'zlari bilgancha, o'z xohishi bo'yicha tavil va tafsir qilib tushundirmoqchi. Çünkü Qur'on Kerim eng ishonchlik va rostchil sharhisi bo'lgan sunnatdan yiroqlashtirilsa, har kim uni xohlagancha tafsir va tavil qila oladigan bir kitobga aylandi. Yomon niyatli kishilar uni o'sha chaqda o'zininki maqsadi uchun xizmat qildirishga bir sharoit topa oladi. Tarixshunoslar Qur'onchilarning kelib chiqish tarixini Hijriyaning 2-asrdagi xavorijlarga bog'laydi. Çünkü sünnetni tunji bo'lib inkar qilganlar dal shu chaqdagi xavorijlar edi. Ular zina qilguvchini chalma-kesak qilishga va oyoqqa mashi qilishga qarshi chiqqan. Bu haqda kelgan sahih hadislarni inkar qilgan. Çünkü xavorijlar shu zamonlarda Qur'on bizga yetidi degan shuarni ko'tarib olib, hadisning islom qonunshunosligining asoslaridan bir asos ekanligini e'tirof qilmay kelgan. Qur'onchilarning yaqinqi zamonlardagi bayroqdorlari İngiliz mustamlikasi ostidagi Hindistonda G'ulom Ahmad Qodiyoni degan kishilar tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan bo'lib, o'z vaqtida Angliya mustamlikachilari musulmonlarni parchalash uchun G'ulom Ahmad Qodiyoni degan maxluqni o'ttirg'i chiqarib, uning hadisni inkor qildigan mazhabini qo'llab-quvvatlagan. Şunu bilan ba'zi nadan kishilar ularning nayranglariga aldanib ketgan. Ama İslam ulamoları Qur'onchilarning bu kufrligiga qarata, ya'ni o'zininki raddiyalarini berib kelgan. G'ulom Ahmad Qodiyondan keyin Pokistonda Abdulla Jigrolivi degan birisi hadisni butunlay inkor qilib, islom dinining manbasi birla Qur'ondir degan shuarni ko'tarib chiqib, uni o'zi ta'sis qilgan maxsus jurnalda oq-oqadan e'lon qilgan. Endi islom ulamoları bo'lib ahli sunna vel jamoa ulamoları birdek ittifoqqa kelgan masala shuki, endi hadis islom qonunshunosligining ikkinchi cho'ng manbasi. Hadis yoki sunnat Qur'on Kerimdan qolsa İslam dininin ikinci asaslık dasturi. Qur'on ahkamlarını şerhilgüçü onun haqiqiy tercümanı deyildi. Qur'ondagi shariat ahkamlarını şerhleydigan, tushundirib beradigan birdan bir manba sunnat. Masalan, Alloh taolo Qur'on Kerimda musulmonlarga namoz o'qishni farz qilgan bo'lsa-mu, namozni qandoq, qancha vaqt va qaysi vaqtlarda o'qishni bayon qilmagan. Payg'ambar islom Allohning vahiysiga tayanib, sunnatlar orqali uni sharhlab tushundirgan va amaliyati orqali uni o'rgatgan hamda. Shuna namozni xuddi men o'qigandek o'qinglar deb ko'rsatgan. Zakot, ro'za, haj qatorliq ibodatlarni shunday degan. Endi biz Qur'onchilarimiz, biz faqat Qur'onga tayanamiz. Qur'on o'zida yetarli deganga o'xshagan anglanishi chiroyli, ammo botil maqsad qilingan shuarlarni to'lab yurguchilar islom diniga ziyonkashlik qilishdan boshqasini o'ylamiz kerak endi. Bu so'zlar botil maqsad qilingan haq so'zlar deyiladi endi. Chunki biz Qur'onchilarimiz degan so'z haq so'z. Har qanday bir musulmon Qur'onchi. Chunki Qur'onchi bo'lmagan odamni musulmon deyil bo'lmaydi, Qur'onchi. Chunki har qanday bir musulmonning Qur'onchi va Qur'onni suydi va hurmatlaydi, uning iymon keltirdi, uning amal qildi.
Ama bu sözünü ko'zir qilib turib, islom qonunshunosligining sunnat, ijmo, qiyos qatorliq asoslarini inkor qilmoqchi bo'lganlarning niyati durust emas. Ular bu chiroyli so'z orqali hamma kishi biladigan haqiqatni emas, balki botilni maqsad qildi. U botil qaysi deganda Qur'on Karimni uning haqiqiy tarjimoni va maqsad muddaolarini eng to'g'ri, eng munosib ravishda sharhlab bergan birdan bir manba bo'lgan sunnatni yiroqlashtirib, öz xohishlariga Qur'onni muvofiqlashtirmoqchi endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu xildagi odamlarning chiqadiganligidan oldin xabar bergan. Bir zamonlar keladiki, birov sapaga yulinib o'tirib, mening hadislarimdan biror hadis o'qilsa, sizlar bilan bizning aramizda Allohning kitobi Qur'on bor-ku. Uningda halol deganlarni halol, harom deganlarni harom deb bilsak bizga yetidi deydi. Bilinglarki, Allohning payg'ambari harom qilgan ishlarmi Alloh harom qilgan ishlarga o'xshashdir deydi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadis endi bu. Qur'onga amal qilsak yetarli, sunnatga ehtiyojimiz yo'q degan da'vo bilan o'zlarini Qur'onchilarmiz deb atib olguvchilar amaliyotda Qur'onchilar emas. Chunki Qur'on Karim payg'ambarga itoat qilishga buyurgan. Onun sünnetiga ergishishni farz qilgan. "Men yuti'ir rasula faqad ata'alloh va man tawalla fa innama va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza." Yani kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ldi. Kimki itoatdan bosh tortadi ekan, bilginki, ey payg'ambar, biz seni ularga kuzatchi qilib avatmadik. Qur'on Karim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini ching tutishga buyurgan va payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortquchilarning iymonini yo'q sanagan. Fala robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ey payg'ambar, Robbingning nomi bilan qasam qilamanki, ya'ni Alloh taolo o'zining nomi bilan o'zi qasam qildi. Ular öz arasidagi datalashlar to'g'risida, ya'ni har qanday bir hukm to'g'risida sana hukm chiqarmoqcha, anda seni chiqargan hukmingda dillarda qilcha g'um qolmasdan, ya'ni butunlay rozi bo'lmoqcha va sana butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi deydi. Ya'ni payg'ambarga itoat qilish iymonning taqozosi. Chunki Qur'on Karimni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mu yaxshi tushungan, uningdan mu yaxshi amal qilgan kishi yo'q dunyoda. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mingivatkan Kur'an deyildi şu an. Mingan Kur'an. Canlı Kur'an. Kur'an'ı üzünün hayatıga tatbiq qilgan canlı Kur'an dey. Şu peygamberge haqiqiy ergashgan adam şu Kur'an'a amal qilgan bo'ldi, canlı Kur'an bo'ldi şu. Qur'on Karim yani sünnetni qat'iy ayrilanmaydi hamdi. Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambar alayhisolamga xitob qilib va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun deydi. Payg'ambar, biz sana bu Qur'onni insonlarga tushirilgan ahkamlarni bayon qilib bersin va ular tafakkur qilsin deb tushirdik deydi. Yani demak yani Qur'onni sana başqalar bayon qilib bersin deb tushirdik deydi. Bunda Alloh tashlab turib, "Mana Qur'on deb elinglar" degan emas. Sen bayon qilib, hayotingga tatbiqlab, tushundirib, anda qilib bersan deydi. İslam dinining shariat ahkomlari Qur'on va sunnat bilan barpo bo'lgan. Qur'on Karimning sunnatga bo'lgan ehtiyoji bo'lmasa bo'lmaydigan zarur ehtiyojlardan biri yani. İslam ulamalari, sahabeler zamanından başlap ta hazırgacha bu iki manbani İslam dininin yadrosu süpüde çin tutup gelgen yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselam men sizlarga ikki narsani qo'yib ketdim. Bu ikkisini çin tutsanglar herkes ezib ketmaysizlar. Ular bo'lsa Qur'on va men sunnatim deb ko'rsatgan yani. Sünnet Qur'on Karimdagi shariat ahkomlarini sharhlab beradigan, mazmunlarini yuritib beradigan birdan bir manba. Endi bu sünnetni hadisga ishonch qilg'il bo'lmaydi degan bahona bilan sünnetni inkor qildiganlarga kelsak hamda Qur'onchilarning hadislar arasida
yolg'on hadislarmi o'rin olgan. Shuning uchun hadisga ishonch qilg'ili bo'lmaydi degan so'zi islom ulamolari, xususan muhaddis olimlar tarafidan keskin rad qilingan. Chunki bu o'rinliq so'z emas ularning so'zi. İslam ulamolari sahih hadislarni tanlab chiqish ishiga favquloddiy ko'ngil bo'lgan. Yolg'on va shubhalik hadislarni olliburun pash qilib, o'z vaqtida rad qilgan. Islom dunyosida bugungachilik yolg'on hadislar degan nom bilan yozilgan yuzlarcha asar bor. Yani el-ahadisi daife deb nurg'un asarlar yozilgan. Chunki shu sahih hadisdan ojiz hadislarni, hatto yolg'on o'ydirilgan hadislarni ayirib chiqqan ulamolardir. Yiroq o'tmishlardan hozirgacha hadis nomi bilan atilib qolgan har qanday yolg'on yoki shubhalik hadislar rad qilinib kelgan. Endi muhaddislar, yani hadisshunos olimlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mansub qilingan hadislar ichidan rost yolg'onlarni, ishonchlik ishonchsizlarini tadqiq qilib isbotlashda sahobalar zamonidan kunimizga qadar unutilmas tuhfalarni qo'shgan. Dunyo tarixida muhaddislarning hadislarni tadqiq qilishda qo'llangan metod va prinsiplarni hech qanday bir millat, hech qanday bir ilmiy sohada qo'llanib boqqan emas endi. Dunyoda hech qanday bir dinning manbalari Qur'on Karim bilan sunnat qo'dalgan emas. Va bu ikkisi yetib kelgandek aynan yetib kelgan emas endi. Endi zamonimizdagiga o'xshash uchur, aloqa vositalari, internetga o'xshagan izdinish quroli bo'lmagan o'tmishdagi zamonlarda muhaddislarning bar iqtisodini sarf qilib, davlatdan davlatga atlab yurib, hadis biladigan odamlarni izlab tepib, hadis to'plash uchun bir umr vaqtni qurbon qilganligi haqiqatan qadrlashga tegishli ulug' xizmat hamdir. Muhaddislarning peshvosi İmam Buxoriy Makka, Madina shaharlarida 16 yil turib hadis to'plaganligi buning delili hamdir. Yani muhaddislar birer hadisni qabul qilishda shu hadisni rivoyat qiluvchilar o'ttirisidagi zanjir simon bog'lanishda yoki rivoyat qiluvchilardan birarsining rostchilligi yoki taqvoligida ozroq shak ko'rsa, hamon o hadisni rad qilib kelgan. İslam ulamolarining hadisni yoki qandoqla bir xabarni aniqlashdagi voyaga yetgan ehtiyotchanligiga va intayin hushyorligiga islom diniga dushman nazari bilan qaraydigan boshqa din olimlarimi qoyil bo'lgan yani. Demak, bu favqulodda bir tirishchanlik bilan to'g'risini, ojizlarini, hatto o'ydirmalarni bundaq ayirib chiqqan hadislarni kunimizdagi biz ishonch qilib va biz e'tiqod qilgan hadislar. Bu mundaqılıqı tasodifiy bunda bo'lib qolgan ishlimi emas endi. Shuni bilib olish kerak endi. Qur'onni hadisdan ayiramiz deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'onni yiroqlashtiramiz demoqchi endi. Endi payg'ambar alayhisolamning hayotidan Qur'on yiroqlashgan vaqtida u Qur'onni bu arab til deganninki lug'at itibariga qaramdi yoki nemisga qaraydi, ish qilib uni har xil bundağı ma'nosi aytib ketalaydi hamdicha. Shunga buningda arab til degan hamda boshqa tillarda shundoq hamdayliqi. Bularmi arab tilda ba'zi so'zlarning jiq ma'noga dalolat qiladi. Uni hamda shundoq yalarni bularmi payg'ambar alayhisalom ma'noning ma'nosi bundoq oldu deb tushuntirib berganda hamda shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz Qur'onni tushunish mumkin emas. Dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dek Kur'an'ını to'g'ri tushungan va uni hayotida to'liq ijro qilgan ikkinchi bir shaxs yo'q hamdi. Uningdan keyin kelsa sahobalar keldi. Rasulullohdan keyin. Uningdan keyin tabiiy tabiinlar keldi. Zamonimizga kelganda insonlar bunda qarab arab tilidan kimda nimaga logikaga yoki til nimaga grammatikaga qarab mana bunda desin bo'ldi ekan-go, unda desin bo'ldi ekan-go, bunda ma'nosi chiqdi ekan, u ma'noga dalolat qilgan deydi. U dalolat qilgan emas. Payg'ambarimiz qanday tushungan bo'lsa, shunda tushunishimiz kerak. Payg'ambarimiz qanday tafsir qilib bergan bo'lsa, shunday tafsir qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz hayotida shuni qanday tatbiq qilgan bo'lsa, biz ham shunday tatbiq qilishimiz kerak endi. Şuna Kur'an Muhammed Aleyhisselam'dan herkes ayrılanmaydı. Peygamber Aleyhisselam şuna Kur'an bilen sünnet ikisini çın tutsanlar ezip ketmeyizler. Digen sözü de naiti bek
mukammal unutulmaz bir tarbiyani islom ummatiga qilgan. Alloh taolo hammamizni to'g'ri ishlarga muvaffaq qilsin, iymonimizni salomat qilsin. Amin.